Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan mana shu kameramizni qisqacha obzori bilan tanishtirib o'taman. Bu kameramizni korobkasida o'zini shunday Kreshtenni qotirish uchun tevaga pastga bemalol qotirib qo'ysangiz bo'ladi va uslubiy ko'rsatmalari korobkasida mavjud. Bu kameramiz Wi-Fi orqali ishlaydi. Bemalol masofadan turib, chet eldan turib ham kuzatsangiz bo'ladi uyingizni. Teva ko'zlari tevaga pastga bemalol ruchnoy qarasangiz bo'ladi. Pastki ko'zi 360 gradus polni aylanib olaveradi va 90 gradus teva pastga bo'ladi. Ko'rib turibsiz, bu kameramiz 7 megapikseldan iborat. Tunda ham rangli oladi. Ikki tomonlama mikrofon. O'ta baland, ovozi ham tiniq. Va keyingi videolarda bizni kuzatishni davom ettirsangiz, men buni programmasiga oson ulash yo'llarini ham o'rgataman. Juda oson. Televizorga ham bemalol ulasangiz bo'ladi. Kimga mana shunday sifatli kameralar kerak bo'lsa, aloqaga chiqamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatimiz mavjud.